Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Respublika bo'ylab yong'in xavfsizligi oyligi davom etmoqda. Ushbu oylikning asosiy maqsadi aholi o'rtasida yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya etishni kuchaytirish, ishlab chiqarish korxonalar va turar joylarda yong'in kelib chiqishini oldini olishdan iborat. Ma'lumki, yong'inlar ko'pincha ehtiyotsizlik, elektr jihozlaridan noto'g'ri foydalanish, shuningdek, tilsiz yov, olovdan foydalanish qoidalariga amal qilmasligi oqibatida yuzaga kelmoqda. Shu sababli yong'in xavfsizligi oyligi doirasida quyidagi targ'ibot tadbirlarini amalga oshiryapmiz. Tashkilot, muassasa va turar joylarda yong'in xavfsizligi holati o'rganilmoqda. Tegishli tashkilotlar tomonidan elektr va gaz jihozlari texnik holat tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Oshxona, ombor va ishlab chiqarish sexlarida yong'in xavfsizlik talablariga amal qilishni hamda yong'inga qarshi birlamchi o'chirish vositalarining mavjudligi va ishchan holatda ekanligi tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan nazoratga olingan. Ta'lim muassasalari, mahalla va tashkilotlarda tushuntirish ishlari, seminar va treninglar o'tkazilmoqda. Shu bilan birga aholi va tashkilotlar rahbarlariga quyidagi muhim tavsiyalarni eslatib o'tamiz. Elektr simlarini o'zboshimchalik bilan ulash yoki ta'mirlashdan saqlaning. Gaz ballonlari va plitalardan foydalanishda ehtiyot choralariga qat'iy amal qiling. Yonuvchan moddalarni ochiq olov manbalaridan uzoq saqlang. Bolalarning gugurt, yondirgich va elektr asboblari bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yong'in sodir bo'lganda zudlik bilan 112 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Hurmatli tumanimiz fuqarolari, barchangizni yong'in xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya etishingizni chorlaymiz. Unutmang, har birimizning ehtiyot choramiz bir necha insonning hayotini saqlab qolishi mumkin. Keling, yong'in xavfsizlik oyligi va qish mavsumini betalofat o'tkazaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.